Xo'p, bizadan Lacetti Pro 6 ni tinig'ini so'raganlar uchun maxsus 2013-yil mashinani holati zo'r ekan. Oldi, orqa hamma yog'i butun pechat bo'lib turibdi dedilar. 4 ta yangi charm xo baloni bor, Magicar pulti bor, metan gazi bor. Pro 6 moy yemaydigan, mana hammalar yaxshi ko'rgan mashinanglar. 3-4 ta joyda kraskasi bor, lekin ichiga o'tmagan dedilar. Любой ustasiga olib borib ko'rsatib tekshiraversin dedilar. Xo'p, mana salonlari ham chotki holatida. Avtomat korobka, salonlari ham yonib ketmagan, Magicar pultlari bor, video registratorlari bor. Xullas, motorda ham, hadovoyda ham ish yo'q dedilar. Menimcha shumkalari ham bor. Xullas, mana olib haydashga tayyor mashina, oldi orqalari top-toza dedilar. Mana shu eshik-peshik, kalinka-malinkalarda kraskasi bo'lishi mumkin. U ham qirib olinganiga sepilgan dedilar. Mashinani probegi qotgan ekan. Qancha urganini bilmaymiz deyishdi, tablo almashgan deyishdi. Suv tekin kanaldan olib masa qilib haydayman deganlarga $6,600 ga